juda kabish avtomobili bor, lekin qanday ustonovka qilishga o'ylanyapsizmi? Buni sizlarga yechimini ko'rsatamiz. Ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Idealni qilib bu avtomobilga 90 talik legenda qilib balon joylab berganmiz. Zavodskiy primer chanalar bilan ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Bagaj juda ham katta joy qoladi. Ko'pchilik o'ylaydi, metan qo'ydirsiz bagaj yo'qib qoladi. Propan qo'ydirishga o'ylanib yurgan vaqtda akalarimiz idealni qilib salafan holatda kabishiga metan qo'ydirib ketyapti. Xo'p, xudo xolasa bu avtomobilimizning oldi qismiga keladigan bo'lsa, eng full komplektda mana shu motorni idealni qilib yurg'izib beradigan komplekt bilan sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bu komplektdan boshqasi bu avtomobilga bekor. 2,5 lik motor bo'ladi. Xo'p, ko'rib o'tgan jiday motor. Kimi Direct bu avtomobilga обязательно shart. Barakudo farsunka обязательно shart. Auto 12 reduktor ham обязательно shart. Montajchilarni ko'rib turibsizlar, idealni qilib ustonovka qilganmiz, cho'tki qilib montajlarni zavodskiy qilib berganmiz. Kimga shunaqa sifatli, ishonchli, tezkor, arzon xizmatlar kerak bo'lsa, biz sizlarga har qanday avtomobillarga propan va metanni yuqori sifatda yubileyniy ustonovka qilib beramiz. Bu videoni yaqinda salondan mashina xarid qilgan tanishlaringga yuborib qo'ying. Xizmatlar bo'yicha bemalol murojaat qilishlaring mumkin.